bilan transport Marlon shahrida agrotexnik do'konimizda yana bitta drabilkalarimizni obzor qilyapmiz. O'tgan gal videomizda lenta drabilkamiz 5 million 800 ming so'm aytadi 380 motorligini. Hozirda bular motorli 380 motorligi ancha arzonroqga tushib qoldi akalar. Ya'ni bugungi obzorda shularni narxini ancha tushgan holatda tanishtirib o'tamiz akalar. Unda videoga like bosinglar, obuna bosinglar va kommentariyga qo'yma so'zni yozsalaring. Narx-navolarni tanishtirib o'tamiz akalar. Birinchi o'rinda Kentaur lentali drabilkalarimizdan ko'rishingiz mumkin. Bunga ham 280 va 380 va 220 motorlarimizni qo'yib berib ketamiz. Ya'ni 4 million 500 ming so'mga 380, 4 million so'mga 220 motorlarni qo'yib beramiz akalar. Bunisiga ham xuddi shunaqa. O'tgan gal videomizda 5 million 800 ming so'mga 380 motorligini qo'yib beramiz degan edik. Bugungi videomizda esa 5 million 200 ming so'mga dastavkalar butun O'zbekiston bo'ylab tekin holatda 380 motorligini qilib beramiz akalar. Ya'ni 505 kilovatli misli 380 motor bo'ladi. Оборотлari o'ta balandli bo'ladi akalar. Bu 170 lik ko'rishingiz Orol lentali drabilkamiz bo'ladi akalar. Buni ko'rishingiz pichoqlari ham ancha ko'p. Lenta qismlari o'zi 1 metr bo'ladi. Bunga hali motor qo'yilmagan holatda. Bu 380 motorda akalar oddiy drabilkalarga, universal drabilkalarga qo'ysalangan bo'ladi. Universal drabilka holatida akalar 4 million so'mga dastavkalar bepul holatda qilib beramiz akalar. Mana oddiy jodlarga ham qo'ysa va ya'ni uylarning 380 to'k bo'lsa, bemalol qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Bunga shunday drabilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol 90 880 nomerlarga bog'lansalaring. Va manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining sentrida, hokimiyatning oldida bo'ladi akalar. Bemalol aloqaga chiqib bog'lansa ham bo'ladi. Jonlaring sog' bo'ling akalar. Rahmat.